Salagrin. Men o'zimni xursand qilishga qaror qildim va mana shunday ajoyib narsalarni xarid qildim. Qaysi kompaniyadan deb o'ylaysizlar? Febrlik kompaniyasi. Febrlik kompaniyasi bu meni onamlar davrlaridan, onamlardan keyin opamlarni, endi meni o'zimni родной opam yo'q-u, lekin nima deydi uni qarindoshlarimizning qizlari bor edi. Febrlik kompaniyasi bu meni onamlar davrlaridan va onamlardan so'ng qarindoshlarimizni qizlari, ya'ni opamlar tomonidan sevib ishlatilib kelingan kosmetika kompaniyasi hisoblanadi. Men ham o'sha kompaniyadan o'zim uchun kerakli bo'lgan ba'zi bir nima deydi uni narsalarni xarid qildim. Hozir sizlar bilan ularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, men bunaqa shampun sotib oldim. Вот. Mana bu shampunni hidi bitta tema, ko'rinishi bitta tema. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, aynan yosh qizlar uchun mos. Rozevi va oq bilan rozevi juda ham chiroyli uyg'unlashadi. Hidi biram shirin, sifatli narsa ekanligi ma'lum hididan. Ba'zi narsalarning hidi juda ham bir g'alati, qanaydir sassiqcha, keyin ko'ngilni aynitadigan bo'ladi. Bunda unaqa yo'q. Febrlikni bilganlar biladi. Va undan tashqari aynan mana shunisi oziqlantiruvchi va ana shu shampuni esa oziqlantiruvchi, tiklovchi va to'kilgan sochlarni o'rnini yana to'ldirib beradigan vositalarga ega ekan. Meni bilasizlar, sochim ko'p to'kiladi. Bu narsaga sabab nima ekanligini aytib o'tganman. Va ikkinchisi bo'lsa, mana bu ikkala nabor mana shu ikkalasidan tashkil topgan. Bittasi для душ, bittasi esa для tela или для рук krem. Krem. Bunisini yuvinayotgan vaqtda ishlatasizlar, bunisini bo'lsa yuvingandan so'ng badaningizga surtsanglar 2 kun, 3 kungacha umuman hidi ketmaydi va qishda ko'pchilik badani qurishidan noliydi. Bu narsa hammada deyarli bo'ladi. O'sha narsani ketkazib berishga yordam beradi. Uchinchisi, mana bunaqangi Rexona. Вот mana, men unaqa unaqa qo'ltig'im tayi sasimaydi, lekin qo'ltig'im tayi prям judayam qattiq sasiydiganlar, даже kiyimigacha hidi o'tib ketadigan insonlar bor. Xuddi o'shanaqa turdagi insonlar uchun, ayollar uchun mos ana shunisi, chunki bunda dermatologicheskiy komponentlari ham borligi sababli lecheniyani o'rnini ham bosadi. Вот mana bunaqangi krem oziqlantiruvchi, badanni yumshatuvchi, quruqliklarni oluvchi, tarkibida gialuronkasi bor krem. Bu qo'lga surtsanglar ham, badanga surtsanglar ham, yuzga surtsanglar ham bo'ladi. Itakdali yosh bolachalarga ham ishlatish mumkin. Shu darajada bezarar va joy tanlamaydigan, hamma nima deydi uni endi demoqchimanki, odamni terisi boshqacha, qo'li boshqacha, oyog'i boshqacha yoki badani boshqacha qalinlikdagi teri bo'ladi. Yoki yosh bolachalarda boshqacha, kattalarda boshqacha teri bo'ladi. Qalin, mayin, chustительный, ta'sirchan, shu ma'noda demoqchiman. Har qanday turdagi teriga mos keladigan krem. O'zingizlar ishlatsanglar ham bo'ladi, farzandingizlarga ham ishlatsanglar bo'ladi, xo'jayiningizlarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Oilaviy krem. Вот, mana shunaqangi atir sotib oldim. Bu atirni bilganlar biladi. Hozir sizlar bilan buni ochib ko'rsatamiz. Вот mana. Ichida mana bunaqangi o'zini открытка sifat qog'ozchasi bo'ladi va ichida buni hidi qanaqaligi, nimalardan qilinganligi, qanday turdagi odamlarga yoqishi, mos tushishi haqida hammasi aytib o'tilgan. Вот mana bu atirimiz bizni 50 milli atir.
hidi prям ozgina limoniviy va ozgina dengizini hidi kelyapti. Prям limonni ham sariq emas, ana ko'k limon bo'ladi-ku, yashil limon. O'shani hidi keladi. Bilasizlarmi, anaqa приятный limon свежий, ozgina tursh hidlar bo'ladi-yu, xuddi o'shanaqa hid. Atak bu menga yoqdi. Buni albatta ishlataman o'zim doimiy. Tak. Va eng oxirgisi mana shunaqangi detskiy shampuncha. Bu shampunning hidi o'zi bir dunyo, klubnichni hid. Shunda o'zimni boshimni yuvaymi dedim, lekin bu detskiy bo'lganligi sababli o'g'ilchamga olib qo'ydim. Chunki detskiy shampunlar bilasizlar, tarkibida ximikat deyarli bo'lmaydi va ko'zga kirgan paytda ko'zni qizartirib, yoshlantirmaydi. Va uchinchisidan bu juda ham чувствительный kojali bolalarga va undan tashqari shunaqa turdagi yosh katta insonlarga ham 100% mos keladi. Чувствительный deganim har qanday shampun, masalan, allergiya berishi mumkin, yuz boshni tayini perxit qilishi mumkin, yo bo'lmasa sochinglarni kraskasini ketkizib ta'sirchan qilib qo'yishi mumkin. O'sha narsalarni qilib bermaydi. Har tomonlama защитаga ega, hech qanaqangi allergik reaksiyasi yo'q va bemalol kattalar ham, yosh bolalar ham ishlatsa bo'ladi. Kattalar ishlatishiga sabab bo'lsa, ta'sirchan kojaga, ta'sirchan bosh terisiga ega bo'lsa, mana shunaqangi detskiy kremlardan foydalanishni tavsiya qilib qolaman. Вот mana ko'rishinglar mumkin.